do'stlar, hozirgina turdim. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Nox Minecraft. Bu kimdi? Yo'qmi do'stlar, bu kimdi? Kim bu? Uskini qarang. Kimsan sen? Men Vexman. Qayerdan kelding? Ikkinchi qishloqdan keldim. Ikkinchi qishloq. Uyingiz zo'r ekan. Mana shu tilga qarang. Unda o'rtoq bo'laylik. Iltimos, o'rtog'im yo'q meni. Qanisiz? Yo'qsiz? Shing. Uyimga kiring. Hozir. Hali bitta narsaga shumayotdim, kecha-kechqurun. Talab qilarman degandim. Kiring. Mana bitta o'ldirish kerakda. Golem degan kiring. Hozir o'ldirib Vex. Mana bu narsani qarang. Yo'q, bo'lmas. Nima chiqib qoldi? Dagni chiqib qoldi. Biz ham klon chaqiramizmi? Davay. O'sha davaymi? Qayoqqa klon chaqiramiz? Ikkinchi qismdagi. Alohida ikkinchi qismdagini chaqirib ko'ramiz. Yana chaqirildi. Telefon raqam kiriting deyapti. Men Nokia nomini kiritib qo'yaman. 67lik 67 Bo'lik. Yaxshi chaqirildi. O'shamadi-yu, kelish kerak edi. Mayli chiqib ketdi do'stlar. Endi nima qilar ekanman? Do'stlar, zerikib ketdim, uxlab qolma. Vexdan xabar olib chiqaychi. Birga biror yerga boramiz. Yo'q, do'stlar, nima qon bular? Qonga men chidolmayman, qondan qo'rqaman. Vex, qayerdasiz? Do'stlar, Vex yo'q. Uylar qon bo'lib yotibdi. Tez militsiyaga telefon qilishim kerak. Vex yo'qolib qoldi, do'stlar. Nokia'ni olamiz. Alo, militsiyami bu? Aha, militsiya. Men o'rtog'im o'z-o'zi yo'qolib qoldi. Nima bo'lganiga tushunmayapman. Qonlar yotibdi uyda. Bu cho'pchangizni borib suvga ayting. Chiqib ko'lga ayting. Bizga telefon qiling, aldayapsiz. Yo'q, aldam. Nimaga 02lar ham shunday bo'lib ketgan? Hech qaysi bir yordam beray demaydi. Yo'q, do'stlar, nima bo'lganiga tushunmayapman. Mana Vex o'zini-o'zi bir qo'llar bor, qo'rqib ketyapman. Nima qilayin ekan? Endi birortasidan yordam so'ra olmasam. Mayli do'stlar, nima qilishim bilmayman. Lekin Vex endi meni birinchi do'stim edi. Boshqa eshigim taqilayapti. Kim u? Yo'q. Yo'qol uyimdan. Yo'qol. Kimsan? Yo'qol. Do'stlar, nima qilyapti u? Yo'q, kim bu? Yo'q. Iltimos, menga tegma. Iltimos. Yo'q. Nima qilyapti bu do'stlar? Klavun deydi, o'zini-o'zi kiyib. Hey, to'xta. O'rtog'imni sen olmadingmi? Qayerda? O'rtog'imni qaytarib ber. Nima xohlaysan mendan? Seni o'limingda. Nima? Qanaqa o'lim? Senlar meni chaqirdi. Bekor chaqiribmiz o'sha Darknetdan. Iltimos keting, lekin do'stimni qaytarib bering. Ishga olib qo'yamiz do'stlar. Nega bu meni uyimga kelib oldi? Vexdan ham ayrilib qoldim menimcha. Endi nima qilaman do'stlar? Do'stlar, nima qilaman endi?
Klovn ham ketmadi-da. Bekor o'sha Darknetdan klovn chaqiribman. Birga bu kitobmi? Kimdirlik tushib qoldi shekil. Hali klovnniki bo'lsa kerak. Ko'raychi? Bir narsa koordinatalar yozilgan bunda. Amal do'stlar o'zimda saqlanib turadi. Do'stlar, lekin ana klovnni ko'rdim. 02 ga telefon qilaman desam, ular ham javob bermayapti nimagadir. Ana. Yo'qol. Voy, do'stlar, nima bo'lyapti o'zimni o'zi? Voy. Yo'q, iltimos. Yo'qol. Do'stlar, qayerdanki oldi bu? Bekor Darknetga kiribman. Fixdan ham ayrilib qoldim. Endi nima qilaman? Ketmam, ko'zini qaranglar turishini. Voy. Bir gap bo'lar, kimdir qutqarami meni o'zi bu yerdan? Qochishim kerak. Yo'q, ketma. O'zi ketdi menimcha klovnda. Do'stlar, klovn ketdi menimcha. Va nihoyat ketdi, uyini tashlab. Lekin do'stlar, o'zi sezmadi shekil. Kitobi menda hali ham uni. Mana do'stlar, aynak zakasi qildim o'zi. Kelib turib plansiga sindirib ketyapti. Lekin bitta narsa. Lekin do'stlar, Vex uyini ko'rib turibsizlar, qon bo'lib yotibdi. Do'stlar, Darknet birinchi qism tugadi. Agar ikkinchi qismni xohlasalaring, shu videoga kamida 10 ta like qilib beringlar. Iltimos, meni ham BK qilib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Kamida 10 ta like, undan ko'payib ketsa ham bo'laveradi. Ikkinchi qism tezda chiqadi.